Rahmatullohi barakotuh aziz birodarlarim, aziz dindoshlarim, endi qatorasiga faqat shifo topganlarda olyapsiz, to'g'risi bemor ko'rmayapsiz desa ham bo'ladi. Nimagaki hozir mana biz mehnatimizning mevasida bularni birinchi ko'rib olsak, keyin yana qolganlarni ham xudosi ko'ramiz. Mana shu bizni sinimiz oldimizga kelgan 13 kun oldin desa ham bo'ladi. Bularni endi boringki dardlariga уже umuman diagnoz qo'yisha olmagan. Nimagaki mana borganda ba'da nevroz deyishgan yoki bo'lmasa mana shunaqangi siz stressga tushib qolgansiz, mana shunaqa degan. Endi bularda asosan vahima bosardi. Vasvas bo'lib qolardilar. Shunaqangi qiynalardiki, endi miyasini og'rig'iga chidab bo'lmas edi. Hattoki og'riq qoldiruvchi dori ham ta'sir qilmayapti deb menga 2 kun oldin telefon qilgan va meni oldimga kelgan, mana shu yerda mana davosini qilib berdim. Nima beribman? Oddiygina narsalar berdim va diagnozini chiroyli qilib qo'yib berdim. Keyin o'sha sizga o'sha kundirdi yelimini ham berdimki, o'shani tutating, bir yaxshilab dedim. Ana shunda ichingizdagi poni, amal bormi, jin bormi, boshqa bormi, o'shalar ham chiqib ketadimi? Shu narsalarni ham qildingiz-a, xudo xolasa. O'sha kundirdi yelimini ham isiriqqa soling dedingiz, ham yuvining dedingiz. Qildim. O'sha nimani ajva xurmoni ichdim. Nimani ko'knorini ichdim. Mo'miyodni bir kun ichdim. To'xtatdim lekin bir kun ichdim. Lekin o'zgarishim Xudoga shukr, yaxshiman. Kelgan kunlarim o'sha tikayapti. Haqiqatan kelgan kunlari juda ham ahvollari, men to'g'risi bilasizlar, hali yurak bilmayman minutiga 130 ta urayotdi. Qon bosim ham o'ynab yotuvdi. Endi ko'rganimda, men to'g'risi bu yoqda ko'rganimda, sabab bag'da juda kuchli vahima bor edi. Endi mana xo'jayinlari ham olib bormagan joyi qolmagan ekan, sizlarda to'g'risi mana aytishdi. Endi qilmagan narsamiz qolmadi. Uni qildik, buni qildik dedi. Haqiqatan bunaqa xastaliklarda jonda umuman halovat bo'lmaydi. Azizlarim shuni bilinglar. Bu shunaqangi ranglari ko'mkek bo'lib, tushunasizlarmi? Ko'nkari yotuvdi baxt desa bo'ladi. Boshda og'riq endi qaranglar. Endi nima demoqchiman? Biz ham diniy tomondan, ham ilmiy tomondan ham mana ko'raveramiz, sababini qilib beraveramiz. Bittada ko'rib shu qizni aytdim. Bo'ldi siznikida dedim, jicha shu dedim. Nima bor ekan dedim, shu bir jin kirib olgan dedim. Mana shuni dedim bitta chiqarib olsay dedim, sizga ozodlik dedim. Mana shu vasvaslar ham bo'lmaysiz dedim. Endi uni shu osonda to'g'risi azizlarim buni bilgan odam. Bular hali dam soldirasiz, boshqa qilasiz, uni keragi yo'q. Undan ko'ra mana to'g'risi bitta oddiy shu yechimlari bor, shuni qilib qo'ysangiz bo'ldi mana. Men aytgan narsa oddiy. Kundur yelimi endi mana buni to'g'risi mana YouTube'ga kirib ko'ringlar. Kundur shuni bilinglarki, jinlar uchun zaharli gaz deyilgan. Tushunyapsizmi? Ayni shomda yoqish kerak ekan. Asr bilan shomda orasida shu insonga aytdim qanaqa qilib tutishlarini va o'shanda kelayapsa yuvinishlargacha ham aytdim kelayapsa. Mana Allohning izi bilan 13 kunlik mana mehnatimni mevasini ko'rib turibman. Sabrim chidamadi, hali bitta bankada tugagani yo'q, sabrim chidamadi. Iste'mollar bergani hali tugagani yo'q. Bo'ldi, qarang, endi meni haqqimga bitta duo qilib qolasiz. Endi bu kasallar bo'ldi, yo'qoldi. Jinlar ham chiqib ketdi hisob. Ilohim amin. Amin. Ilohim bundan ham martabalaringiz ulug' bo'lsin. Allohim qo'llasin sizni. Amin. Har doim shunday bo'lib, hammani kasb-koriga yarab yuring ilohim. Tani joningiz sog' bo'lsin. Menga o'xshagan bemorlar tuzalib xursand bo'lib ketaversin. Amin. Allohu akbar. Ilohim siz kabi mana shu vasvaslarga tushib qolgan bormi? Nimaki xastaliklari bo'lsa, mana Allohning izi bilan mana kelsin, komil shifo topsin. Tani jonlarida huzur, halovati bo'lsin, salomatliklari bo'lsin. Allohim bu dardlarga mana shifo ulashuvchi qilib qo'yganingga senga hamdlar bo'lsin. Ilohim yuzimizni yorug' qilorgin. Shunaqangi yorug' yuz bilan ko'rishimizni o'zing ro'zang nasib aylagin. Amin. Allohu akbar. Azizlarim, mana kelaverasizlar, Xudo xolasa, bu sizni dardingiz u psixolog ham emas, neyropatolog ham emas. Bu narsani mana yechimi oson. Alloh taolo bilan shu kabi insonlar bilan shunaqangi shifo toparasizlar. Meni mani sog'amda, endi shifo topgan insonga sovg'a beraman. Hali tugagan yo'q deyapsiz. Endi bu DPSgada yana. Bo'ldimi? Xudo xolasa, ashlarni iste'mol qilaverasiz. Endi shuncha dard bilan ancha o'zingizni oldirib qo'ygansiz. Endi to'g'risi bu kasallikni men tushunaman qanaqaligini. Endi yosharishga o'tamiz, Xudo xolasa. Bo'ptimi? Ilohim. Akam oldida bir 18 yoshda bo'lyapsiz. Xursand kutdim. Boringizga shukr. Rahmat. Mana ko'ryapsizlar, kelganda ko'zlari ham mana shunaqa etdi, shanoringlar. Mana hozir bir tochkaga qarab turibdi. Salomat bo'laverasizlar azizlarim, like bosaverlar. Bo'pti, sog' bo'ling, Alloh panohida bo'ling.